Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli kanalimiz a'zolari. Hop, 2026-yil 17-fevral sanasida yana bir video rolik tayyorlashga harakat qilamiz. Albatta qo'llab-quvvatlab turasiz, like, kommentariylar yozib. Xudo xolasa zakat o'pkalar avjida tayyorlash mana yo'lda bo'yiga xudo xolasa. Yer ichida ham ishlar qizg'in pallada ketyapti. Kelaverasizlar. Manzilamiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Teringlar, ashinchani xudo xolasa chiroyli qilib arzon narxlarda ko'rsatlar bor. Hop, terak ko'rsatlar mana xudo xolasa. Sveji mana yerda ishdan chiqib, xudo xolasa mana ko'rishlar mumkin. Bu tomonga to'kib joylab qo'ydik. Xudo xolasa narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Xon akalarimizda 1000 so'mdan 3000 so'mgacha terak ko'chatlari bor. Ko'k terak O'zbekiston sort. Xudo xolasa terak ko'chatlarimiz yana ko'rishlar mumkin. Sveji. Degancha yoritib boramiz. Xo'p. Odam bo'yidan baland. 2 metrdan oshiq. 1000 so'mdan optim narxlarda qo'lga tegishli qilib berishar ekan dehqon akalarimiz. Kelaversa pastda nomerlarni qoldiramiz. Terak ko'chatlari tagi serob cheklanmagan miqdorda. Xo'p. Undan sal yirikroq sredniy terak ko'chatlar qidirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, xo'p, mana qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib boramiz. 1 yoshli ko'k terak O'zbekiston sort. Bo'yi 2,5-3 metrlar atrofida bo'ladi. Do'stlar, qo'lga tegishli 1,5 ming so'mdan qilib berishar ekan akalarimiz. Kelaverasizlar, cheklanmagan miqdorda bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Imkon qadar yoritib berishga harakat qilyapmiz. Homillari ham sveji, kecha ko'ylangan, bugun xudo xolasa yo'li bo'yiga kelib tushib, chiroyli sartirobka bo'lib, ko'mish ishlari mana bu olib borilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, mana chiroyli ko'mib borilyapti. Yirikroq terak ko'chat qidirganlarimiz bo'lsa, baquvvatidan, zo'ridan, pech hisobidan qidirganlar bo'lsa, do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, bo'yi 3,5-4 metrlar atrofida. Akalarimiz 2,5 ming so'm ko'proq olganga ozgina kamini qilib beramiz deyapti. Kelaverasizlar. Manzilamiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Bu tomon Farg'ona, bu tomon Andijon. Qo'ldan kelgancha. Do'stlar, qo'ldan kelgancha yoritib boryapmiz. Videolarimiz xato kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz. Dehqon akalarimiz pastda nomerlarni qoldiramiz. Qo'ldan kelgancha bundan bag'agi video roliklarni chiroyli qilib tayyorlab borishga harakat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kerak ko'chatlar bor, xudo xolasa.